Muzeyga tushish uchun tayyorgarlik kerak emas. Noto'g'ri. Qorin bo'shlig'i O'zIDisi, jigar, o'tqopi, oshqozon osti bezi uchun odatda 6-8 soat och kelish, gaz hosil qiluvchi mahsulotlardan bir kun oldin cheklash tavsiya qilinadi. Buyrak O'zIDisi, kichik chanoq a'zolari O'zIDisida qovuqda 1,5 litr suv ichib, qovuq to'la bo'lishligi talab qilinadi. Muzeyga tushdim, 100% tashxis oldim. Qisman to'g'ri, lekin ba'zi hollarda qo'shimcha tekshirishlar, masalan, qon, siydik tahlili, MRT, keti tekshiruvlardan o'tish talab qilinadi. Homila jinsini 16 haftalikda to'g'ri aniqlasa bo'ladi. To'g'ri, 16 haftalikda homila jinsi aniq bo'ladi. Eng ishonchli hafta 18-22 haftalik hisoblanadi. Oyog'im ishdi, menga faqat buyrak o'zisi kerak. Noto'g'ri. Oyoq shishi doim ham buyrak kasalliklari bilan bog'liq bo'lavermaydi. Bunda biz yurak ehosini, agar yurak ehosida yaxshi chiqadigan bo'lsa, oyoq venalarini tekshirish talab qilinadi. Ayrim hollarda jigar kasalliklari ham oyoq shishiga sabab bo'lishi mumkin. Savollaringiz bo'lsa, kommentariyaga yozing va biz javob beramiz.